Bunaqa uslubda qurilgan uyni birinchi marta ko'rib turibman. Toshkentda bir dona, ya'ni bu uyimizni aniqligi hali yo'q. Eksklyuzivniy video obzor bo'ladi. Xudo xolisa, yaxshilab joylashib, choy, kofe damlab olinglar, ketkizgan vaqtingizga achinmaysizlar. Uyimizni fasadini qaranglar. Kirib kelishinglar bilan любой bitta odam diqqat e'tiborini tortadigan uy bo'lgan. Har doimdek kelinglar. Sizlarga kirishdan boshlab ko'rsatib beraman. Asosiy kirish darvozamizda отпечаткаларgacha qo'yilgan. Bu yerda ko'ryapsizlar, bemalol ikkita taxov mashinalar bo'lsa ham sig'adi va elektromobil uchun mana shunaqa joylar tashab ketilgan. Bu yerga keladigan bo'lsak, mana shunaqa o'tiradigan mягкий zonalar qilib qo'yishgan. Mana buni bitta o'zingizlar baho beringlar. Hattoki yerlarga ham podsetniklar o'rnatib tashashgan. O'zingizlar ko'rasizlar, uyga fasadiga o'zingizlar bitta niyat qilib like bosib qo'yinglar. Bu uyimizning fasadi 10 yil, 20 yil o'tgandan keyin ham o'z uslubida qoladi. Ya'ni uyimizning ichini, ranglarini o'zgartirsanglar bo'ladi, lekin mana shu uslub o'zini trenddan hech qachon chiqmaydi. Ana endi sizlar bilan basseyn qismiga o'tamiz. Ya'ni bu yerda bizda uyimizning basseyn qismi, uyimizda basseyn ikkita, ya'ni bu yozgisi bo'lsa, podvalda ham basseyn joy, basseyn saunalargacha turibdi. Bu yoqni ko'ryapsizlar, basseynimiz ham isiydi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu yoqdan tepaga, ya'ni ikkinchi etaj va verandaga chiqib ketsa ham bo'ladi. Bu yoqda yozgi oshxonamizda ham ko'ryapsizlar. Barbekyu zona, qozonli, xullas ayollarimizni mazza qilib tayyorlash uchun hammasi komfortli qilishgan va bu yoqda ham mягкий zona qilib qo'yishgan. Ana endi bu go'zal uyimizni sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning, ya'ni kirib kelish hol qismi. Mamnunga qaranglar. Yo mashalloh. Okalarimiz mana shunaqa eksklyuzivniy uylarni quraverib, уже san'at darajasiga olib chiqib qo'yishibdi. Qaranglar, bu uyga kirgan mehmoninglar, ishoninglar, bu holda o'tirib qaytib chiqsa kelmaydi. Bir dona Alisa orqali hamma joy, ya'ni pardadan tortib televizor, kolonka, hamma narsani boshqarsanglar bo'ladi. Ularni ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Oyog'imizning teki Iron toshlari bilan qilingan. Menga yoqqan jihati bilasan, mana umniy dom de, mana bundan ustiga bossanglar hamma приложение, ya'ni ovqatlargacha mana masjiddan zakaz bersanglar bo'ladi. Bu yoqda qaranglar, holda mana bu yoqqa keladigan bo'lsa, mягкий divandan tashqari mana shunaqa o'tirib taomlanish uchun joylar qilib ketilgan. Bu yoqdan yozgi oshxonaga to'g'ridan to'g'ri chiqsak bo'ladi. Mana boyga spa zona, hovlidagi basseynni va bu yoqni qaranglar. Menga plus tarafi yoqqan joyi mana, ya'ni razdvижной oynalar bilan ham yopib qo'ysanglar bo'ladi, hidi chiqmaydi va mamlari hammasi tosh qilingan. Полностью texnikamiz bo'sh. Yoq keladigan bo'lsa, kofe qo'yadigan apparatlargacha, duxovkagacha, posdumovkagacha, xullas ayollarimizni mazza qilib bu yoqda shirinlar, shakar, taomlar tayyorlashligi uchun hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Hamma vizualni chiroyli keng ko'rsatish uchun mana shunaqa ko'p joylarda ko'rsanglar bo'ladi, oynalar ishlatilgan. Bu tarafga keladigan bo'lsak, bizani birinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzelni ham ko'rasizlar. Detaliga e'tibor bilan mehr berishganligi shundoqqina ishligidan namoyon bo'lib turibdi va shu xonamizning yonginasida birinchi etajimiz uchun ajratilgan yotoqxonani o'zingizlar bitta baho beringlar. Shaxsan menga juda yoqdi. Shuni orqasiga keladigan bo'lsak, mana shunaqa notebookingizda ishinglar bo'ladi, yozadigan ishinglar bo'ladi. Qaranglar, mini kabinetda, masalan. Bu yoq tarafiga keladigan bo'lsak, bu xonamiz uchun ajratilgan garderobnisi ham hammasi pod zakaz именно mana shu xona uchun yasalgan. Va bizani mana shunaqa bu esa uyimizning sanuzel qismi. Sanuzel qismiga ham o'zingizlar xolis baho berasizlar. Santexnikaga keladigan bo'lsa, Groy firmasiga tegishli, ya'ni nemetskiy apparatura yig'ilgan. Ko'rasizlar, ranglari ham juda ham chiroyli qilib terilgan. Uyimizning mana atachentasini ko'rasizlarmi? Полностью 3D effektiga ega, hamma xonalarni o'zining ichida datchiki bor, ya'ni cho'pli pollarni mana shu orqali boshqarishlar bo'ladi. Ana endi keling, sizlar bilan uyimizning zal qismiga birgalashib sayohat qilamiz. Uyimizning zal qismini ham ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli. Har bitta mashinani o'zini dokumenti bo'lgandek, bu uyimizni ham ko'rasizlar. Noldan boshlab nima qilingan, xonalarning interyeri, planirovkasi hammasi mana shu kitoblarda mavjud. Kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Ana endi kelinglar, keyingi xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Kiruvinishimizda mana shunaqa shkaf, ya'ni oyoq kiyim, kelin yilish uchun joylar tashab ketilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, italyanskiy shpon, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Mana ham hammasi tosh qilingan. Juda ham shaxsan men bunaqa shponni ko'rmaganman. Ana endi ketdik ikkinchi etajga. Bu esa bizning ikkinchi etajimizdagi shu rakursdan o'zingizlar bitta baho beraylik. Qaranglar, ikkinchi etajimizda mana shunaqa mini hol qilib qo'yishgan.
mana shu rakursga o'zingizlar xolis baho beringlar. Qaranglar, qo'limizni ko'ryapsizlar va mana bu joyiga o'zingizlar bitta e'tiboringlarni qarasanglar, oyna qilingan. Bu oyna nimaga qilingan? Vizualni xonani yanada keng qilib ko'rsatishini. Mana shu xuddi birki mana mashog'da ham paydo bo'lyapti, ko'rasizlar. Buni birinchidan, shunday ikkinchi daraja chiqishinglar bilan xuddi birki katta joyga tushib qolgandek bo'lasizlar. Kelinglar, zinani yonidagi xonadan boshlab sizlarga birinma-ketin ko'rsatib beraman. Hamma joyi tosh, ko'ryapsizlarmi? Mehrga qo'shib, pulni ham ayashmagan, bekorga aytmadim. Bu bizda bolalar yotoqxonasi, bu yerdan balkonga chiqsak ham bo'ladi va mana bu eshiklarni ko'ryapsizlar. Hozir shunday yopib ko'rsataman-da. Qaranglar, uzoqdan qaraganda mana bu shkaf bilan bir xil stilda bo'lib ketgan va mana sanuziga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ключательlari ham bor, ishoninglar. Allambalo qimmat ключательlar bo'lib yotibdi. Har bitta xonada mana shunaqa tupli polli datchiklari o'rnatilgan va attachentani ham o'zingizlar aytdimmi, 3D attachentda surtilgan. Shponni eslatib o'taman, italyanskiy, mana hamma joyi shpon. Ko'rasizlar? Italyanskiy bunaqa sifatdagi shponni birinchi marta ko'rib turibman. Kelinglar. Shu xonani ham sizlarga bitta ko'rsatib beraman. Bu xuddi shunaqa birinchi tarjimazadagi xona, ya'ni o'zining ichida mana shunaqa garderoblari, mana shunaqa ish stolchalari, ya'ni bu yerda kitob o'qisanglar bo'ladi, notebookinglardan foydalansanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa eshiklar. Har bitta eshik, endi narxini sizlarga qiziq bo'lsa, 2200 dan har bitta donasi, mana eshikni ko'rasizlar, xuddi shunaqa narxda bitgan. Texnikani eslatib o'taman, Ruh firmasi, ya'ni nemetskiy apparatura, ko'rasizlarmi? Hamma yoq datchik bo'yotibdi, umniy dom va bu yoqdan to'g'ridan-to'g'ri terrasaga chiqib ketadigan, ya'ni ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan xona, bu yoqdan tepa, ya'ni 4-etajga va bu yoqga pastga ham tushsak bo'ladi. Shuni yonida bizda oxirgi xonamiz, ko'ryapsizlar. Bu xonaga kirganingizdan keyin sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu xona nima, sanuzeli yoki garderobi yo'qmi deb. Shaxsan mana bu xonaga kirib shunaqa deb o'yladim. Egalari ko'rsatishdi va marhamat, mana go'zalligiga o'zingizlar bitta baho beringlar. Garderobi alohida, sanuzel alohida va mana qaranglar. Birinchi marta kirayotgan odam bu yoqda sanuzel yo'q ekan deb o'ylashi mumkin. Shaxsan aytaman, men o'zim ham shunaqa deb o'yladim. Va bu yoqdan ham qaranglar. Bu yoqdan ham eshik ochiladi. Bu yoqdan ham chiqib ketsanglar bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Har tomonlama balkonga eshik tashab ketilgan. Ana endi sizlar bilan birgalashib terrasaga yo'l olamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning terrasa qismi. Terrasa qismini to'liq ko'rib chiqishdan oldin kelinglar, men sizlarga zo'rdan ko'rsataman. Mana buni qaranglar. Mazza qilib mana bu yerda yotadigan joy bo'pti. Undan ham plyusini aytaymi? Tashqarida 10-15 gradus suv bo'lsa, minus havodan qo'rqmaydigan jakuzi. Ya'ni mazza qilib, mana shu yerda o'zi 40 gradusda beradi. Gidromassajlarni olib mazza qilib yotadigan joy bo'pti. Ana endi kelinglar, sizlar bilan birma-ketin bu terrasamizdan to'liq obzorini qilamiz. Menga xonadadan ham ko'proq, ayniqsa mana shu terrasa yoqdi. Nimaga desanglar, hozir men sizlarga plyuslarini sanab beraman. Mana bu chiroqlarni ham ko'rasizlar, bekorga bunaqa past освещение qilinmagan. Mazza qilib relax zona bo'lgan, dam oladigan joylik uchun mana shunaqa past qilishgan. Bu yoqda ham o'tiradigan joylar, barbekyu zonalar qilingan. Polnishda Alisa sistema va e'tiboringlarni bitta kameraga qaratinglar. Qo'lidan boshlab nechta joyda kamera bo'lsa, hammasi podvalga ulangan. Podvallar har bitta xonaga ketilgan. Ya'ni o'zingizni spalningizdan boshlab bemalol tepadagi terrasani ham ko'rsanglar bo'ladi. Ana endi kelinglar, sizlarga bu yoqdan ko'rsatib beraman. Hozir ikkinchi etajni ko'rib chiqdi-yu, xonani, ya'ni spalnida mana to'g'ridan-to'g'ri balkondan terrasaga chiqsak ham bo'ladi va shu bilan pastga, ya'ni birinchi etajga tushib ketsak ham bo'ladi. Bu terrasamizni umumiy hisobda 50 ta odamni ko'rmadim deydigan terrasa. Nima desanglar, bu yoqqa 10 ta ketadi, nari yoqda yana 5 ta ketadi. Mana shu yerda o'zidan bir 15 ta odam ketadi. Menga eng zo'r yoqqan joy mana shu joy bo'lgan. Bu eng zo'r plyus tarafi qishda shunaqangi bilinadi. Qaranglar. O'zingizlar bitta baho beringlar. Bitta kofeni damlab olib, dildan suhbat qurishga, mana shu joyga bitta niyat qilganlar, okalar, shu joyda like bosib qo'yamiz. Meni ham uyim xuddi shunaqa sharoit qilib qo'yaman deganlar, like deb ayamiy bosib tashlaymiz. Menga shaxsan yo'qdi, qishda ayniqsa ishoninglar, mazza qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Buni tepasi ham nima desanglar, bu yoqga xohlasanglar ko'rpacha solib uxlasanglar ham bo'ladi, xohlasanglar tapchan qilsanglar ham bo'ladi. Lekin ko'rasizlar, har bitta joydan unumli foydalanishgan va bu yoqda kondyorlar, ya'ni o'sha joylari bekitilgan. Ana endi uyimizdan podval qismiga yo'l olamiz. Podvalni ham ishoninglar, sizlarga aniq bilaman. Yo'qot, qani ketdik. Bu esa uyimizdan podval qismi, ishoninglar, podvalga shuncha mehr berishganini
mana shu uyda ko'rdim. Qaranglar, mana bu yerda bargacha qo'yib qo'yishgan, muzdek mojitolarni olib, mazza qilib, oila davrasida mazza qilib dam oladigan zona bo'libdi. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Mana bu mягкий mebellar ko'rasizlar, mana shu turishning o'zi $30,000. Nimaga buncha qimmat desanglar, Londondan eksklyuziv mana shu uchun yasattirib olib kelingan. Bilgan odam biladi, Timothy Oldman brendiga tegishli. O'zingizlar ko'rasizlar, mana shu hattoki mana shu ham qalin pul turadi. Endi har bittasining narxini aytib, sizlar vaqtingizdan olmayman. Mana shunaqa ko'rasizlar, mini bilyardniy zona va bu yoqqa keladigan bo'lsak, trenajyorniy zalimizgacha tayyor turibdi. Endi olgan odam ko'proq joylarni band qilsa bo'ladi, ya'ni absolutdan to'ldirib tashlasa bo'ladi. Bu yerda personal xonada kamera naблюдение chiqib qo'yilgan va bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, uyimizning spa zonasi, ya'ni podval qismidagi spa zona. Bu basseynimiz ham isiydi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, finskiy sauna o'zining ichida dushlari bilan o'zida bitta baho berib qo'yasizlar va qaranglar. Bittada tushganda ko'z ilg'amaydi, lekin bu yerda sanuzelgacha ham bor. Podvalgacha sanuzel qilib qo'yishgan. Aytolmanu, o'zim uchun deb mazza qilib sharoitlar qilib qo'yishgan va mana bu joyga bitta qaranglar. Buni ham ko'rasizlar, bu ovoz orqali, ya'ni mana jim tursanglar, jim turadi, mana o'ynaydi, ko'rasizlar, kubiklari. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu esa bizning prashniy qismimiz, ya'ni kirmoshni va o'zining yonida sushilkalargacha tayyor turibdi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana apparaturaga o'zingizlar bitta baho beringlar. Mana san'at asarini qaranglar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu esa bizning uyimizning yuragi, ya'ni kotelniy qismi. Mana eshigini ko'rasizlar. Birinchi ko'rishim bilan Titanikdagi eshiklar bor, o'sha ham esimga tushib yordi, lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, tashqaridan, ya'ni yozgi oshxonadan to'g'ridan-to'g'ri pastga tushsanglar bo'ladi. Uyimizni ko'ryapsizlar-ku, ishoninglar, o'zim uchun deb qurilgan, inshaalloh 4 etajli eksklyuzivniy uy Toshkentda hozircha bitta ishoninglar, hech nimadan pulni ayashmagan. Mebeldan tortib hamma narsasini o'zimga deb qilishgan. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Mirzo Ulug'bek rayoni Central Locharskida turibmiz. Inshaalloh mana shu videoni ko'rib turib, like bosgan har bir insonga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlarda ota-onasilar mazza qilib yashashlik nasibi ro'za aylasa. Bu videoni eng yaqin jigaringizga bitta like bosib jo'natib qo'ying.